Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar. Naqd maydondagi tomoshabinlar. Ko'rayotgan ana Shinjon televiziya stansiyasi, Shinjon Xuyu madaniyat tarqatishak shirkati, Shinjon Bug'ra madaniyat tarqatishak shirkati hamkorlik buzilib sungan cho'ng ikki san'at programmasi, Obida Ipak yo'li sadasi programmasi. Rahmat, ben Mehmet Tursun. Buna hammaydan taqozolik bilan quvvatdan 3-chi qarorli Ipak yo'li sadasi programmasi bugundan boshlab rasmiy holda do'stlarimiz bilan ishlayapmiz. Albatta, programmamiz tarafdorlariga Shinjon Obida yo'lidagi taraqqiyot shirkati oxirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizni Shinjon Bugun davlatligi alayda talab qilgan. Bu programmamiz bilan Shinjon Kabra xalqaro savdo shirkati strategik hamkorlashgan. Bu programmamizga Shinjon Sarkarda xalqaro savdo shirkati yaqinda yordamlashgan. Bu programmamiz bilan Shinjon Oltin Guhar savdo shirkati alayda hamkorlashgan. Albatta, 3-chi qarorli Ipak yo'li sadasi programmasiga darajaga erishgan makirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-darajaga erishgan makirimizni Kamra yurishlik aqsil xalqini, Kamran aqsillik qaymoq choylari, quvvatlar quvvat burniqi, quvvatlar zaksi qatorliq sifatli mahsulotlar bilan xalqimizga qizg'in olqishlarga erishgan Shinjon Kamra xalqaro savdo shirkati 120 million qimmatli Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. 2-chi darajaga erishgan makirimizni bo'lsa, ko'z sog'lomlashtirish, tarbiya qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan Shinjon Sarkarda xalqaro savdo shirkati 100 million qimmatli Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. 3-chi darajaga erishgan makirimizni bo'lsa, diyorimiz yolg'onchilik sohasida aqliy iqtidorli yolg'onlarni bozor qilayotgan boshlamchi korxona Shinjon Qutban xalqaro savdo shirkati Lan yanqonchiligi 80 million qimmatli Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. 4-chi darajaga erishgan makirimiz bo'lsa, Safiya, Dajva, Olmoslar qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozor sog'in. Shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishayotgan Shinjon Safiya xalqaro savdo shirkati 60 million qimmatli Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. Shunda qarorli Ipak yo'li sadasi programmasidagi ustozlar qo'shini bo'lsa, eng qaltis bo'lgan ustozlarimizdan tashkillangan ustozlar qo'shini bo'lib, ular bo'lsa, Abdulla Sakdisining yetakchi ustozi Abdulla Adrim ustoz, Al-Rai Grupsining yetakchi ustozi Dilshod Raydin ustoz, Sanobar Sakdisining yetakchi ustozi Sanobar Tursun ustoz, Nur Sakdisining yetakchi ustozi Nurnisa Abbos ustoz. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi tomoshabinlar. 3-chi qarorli Ipak yo'li sadasi programmasining imtihon bosqichi hozir boshlandi. Assalomu alaykum. Men Azizona Qashqarning Quskan mayisidan kelgan Mayir Abdurahmon Umar bo'laman. Bu vaqtimda Ipak yo'li sadasi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Men xalq naqshlari, muqom qatorliqlarni yaxshi ko'rib aytaman, ham anglayman. Bu vaqtimga Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashishga maqsadim bo'lsa, o'zimning mushu kasbiy jihatda zodi qanchalik bilimning borligini bir bilib chiqish, shundaqla o'zimni sinab chiqish maqsadida bu programmaga keldim. Barcha aziz qarindoshlarning meni qo'llashini chin dilimdan umid qilaman. Nakşeyte yaşaylı nakşedildi sadası Yesil nakşa ki mukam şifası
nakşaydı Nakşanın sadası Isıl nakşa kül kahret Elemnin şifası Güzellik kalbinde Kömürleri yayırtıyor Tüccarlısın alemni Satarımız navası Işıklarını tertip Eytivemem çiçekler Elleyküm amalda Yeni nakşa tulaylı Yeni nakşa tulaylı Sağlam tetik evlatlar Külbünü doyucudur Nakşa dilek nakşükür Nakşa ilkip neşaydır Nakşa dilek nakşükür Nakşükür Assalamu alaikum, hürmetlik Tötneper Ustaz, Naq maydandaki aziz tomoshabinlar, televizor ekran oldidagi ko'rinmalar, azizona Qashqarning Po'skan noyisidan kelgan Abdurahmon Umardan hammalarga o'tliq salom, oliy ehtiromlar bo'lsin. Maşar yaman alamet geldi de en ahırkı. Ya, bu icadi kuyunu kim yazgan? Men Po'skan emek işleyme, Po'skan maylik emekte. Bizning emekte Turg'unjon Muhammad deb bir ijodiyatchi. Akam bor, shu akamiz menga 3-4 yilning oldida yuz bergan jiq sanlarda o'qib bu naqshani o yillarda. Keyif tepe. Qolgandim. Şu pişkan nakşıken boyusunuz bunlar rahat. Şu Turguncan'ın ahangıdan sözü çok. Mahmud Muhammad deb bir shoirni o'qiyman. Hop, yaxshi gapken bu. Hazır ahvol mundaq. Ahiri mashtaq qilib yurib biz to'rtaydi muallimni ko'nik bastırdık. O'zingizga puxta bo'lg'achqa mana naqsha nihoyat yuraklik chiqyapti. O'quvchining sahnaga chiqishidilla bir naqshaga buning qanchalik tayyorligi borligi mana men deb chiqib qoladi. Kayfiyatidan, menishidan, chiroyidan, mikrofonni tutishidan naqsh boshlanganligi albatta bilinadi. Endi shundoq, bu naqsh sizga bir puxta ekan. O'zingizmi xeli rahat etdingiz, Sal tantirab qoldim lekin tüyünde ovozingiz biraz qiynaldi ekan. Qiynalib qoldim o'zim. Asli qil yaxshi aytdim. Endi sizlarning oldinglarda o'shuna bo'lgan ekan. Haqiqatan zot baza digayal keltiramadim. Jiqyalni keltiramadim. Yana endi mushu to'rt malni ichidan birini tanlaysizda oldingiz qarab mangsiz. Undan boshqa sizning yana qanday ortiqchiliklaringiz bor o'makda? Men o'makda shu Tuttachilik naqsh etaman jiqotdi shu. Odatda siz tuttachilik naqsh etganda qaysi naqshlarni aytasiz? Men tuttachilik naqsh etganda ko'pincha ili tarafning naqshlarini jiqroq etaman, ili naqshlarini. Siz eng ko'p aytgan il naqshi qaysi? Men eng ko'p aytgan il naqshi Avrishim degan naqsha. Hozir bizga shu Avrishimdan 4 misra
Tolğunup koçan çankı çerdimek ayalar seni tavtiyem erşim vay yalar can siyasin tavtiyem erşim vay Vallahi yeterli oldu. Ma naqshida ovozingiz ammo lekin shundoq tushdi ekan. Eli xalq naqshlariga tushdi ekanmi sizning ovozingiz? Davudjon Nasir ustozimiz Tosh Mehmet kamlığı. Tosh Mehmetkamning ovoziga mana shunchalik o'xshadi. Tosh Mehmetkamning ovoziga eng yaqin ekansiz. Agar Nur sahnasiga kelsangiz Tosh Mehmet akamizni mishaga akab berma, siz taklif akab berma. Ashi zilzilarlargacha o'gitidi. Qolgan sahnada turish Abay Abdulla Abdurim akamiz aytgandek birinchi bo'lib men o'rildim sizga shu mikrofon tutish, taq turib hammani men sizga birdan o'gitmay qanday deysiz? Birinchi bo'lib knopka bostirmaysiz debadi. Vah, bismillah. Unda bo'lsa qolgan gaplarni ustozlar deydi, ya'ni biz talishimiz. Siz birdan turib qolasiz. Siz tatınmay turavering, bizni ishimiz bor azraqmaydi. Qanday gaplar bor? Bo'lmasa o'zim aytdimmi? Siz hakikaten pişkan nakşikensiz, avaz dairimiz acayip kengri. Ondan avaz rayonlarımızın mı dayılıqı birden birisi naçarak degen nersi yok. Hemisi rayon, hemisi şunda yaxşı. Bemalal çıkartkensiz. Endi mening hozir siz evrişimni aytgandan keyin menda mushu ili naqshlari qidiki burun ustozlarimizning aytgan konu materiallar asosan to'liq G'iyosiddin Barat ustozimizning evrişim aytgan naqsni anglaganmi siz? Anlagan. Ben shuni siz aytgandingiz bayatın shu ustozimizniki ustozimizning naqsi shu evrişimni aytgan naqsini yana bir puxtalab anglaganda siz haqiqatan ili naqshlarini ilidagi naqshlarımizga o'xshash hatto ovoz doiramizning aloyligi orqali ulardanmi oshirib aytadigan yerlarimiz va bundaq holatda his qildim sizni. Yaxshirishibdi. Ha, Abdurahmon. Ovozingiz cheksiz yigizgan. Haqiqatan yo'ruq, pokiz ovozda. Mening sezgan yerim ozroq dimoqda bor ovozchi. Ha, sal dimoqda bor. Dimoqda bo'lgandan keyin naqsh aytgan vaqtda teksingizni anglagan olmaydi. Iniq. Hozir iniq anglagan ufqini olmaydi teksingizni. Naqshdan teksini. Chunki shu dimoqinli ovoz bo'g'ashqa. Lekin ovozingizda gap yo'q, yo'riqlikda, igiz, pokizlikda gap yo'q ovozda. Ovozning o'rnini shu azroq bir tuzab, texnik yo'g'ontirganga bir yo'l topsangiz bo'ldi bundan keyin. Naqsh ijodiyat naqsh ekan, endi shu janub tarafda ko'proq mushtarak naqshlarni ishlaydi. Bu san'at uyumaklariga ko'p mushtarak naqshlar chiqdi. O'zida ishlaydi, o'zida ijodiyatda. Mushu nusxadagi naqshlar jiqaraq bo'ldi. Endi boyatni avrishimni o'zingiz musiksiz o'rlab berdingiz. Ovozim bemalol shundoq yaxshi chiqyapti. Lekin siz yana qo'ljuda tug'ilib cho'ng'img'ashqa, yana aning praktik shevelari avrishimning yana yetarli tarafi bor. Uni keyin yana davomli jiq anglash orqali yana tuzitib ketalaysiz. Agar shu yerlarni tuzitib olgan bo'lsangiz, sizning ovozingiz bilan iltirabdagi bolalarga o'xshash, hatto ulardanmi ishroq yaxshi aytolgidek qurbatingiz bor ekan. Sizning biz sezgan ahvol mushuda. Shuning uchun men sizga o'rildim. Mushu to'rtimizning ichidan birini tanlasangiz, qaysi tanlaysiz? Ilinaqs aytmansangiz, peshvasi sanavar tursin, mayda o'tirdi. Dilshod akamdan aytsandim. Sikanlar talishib qoldigandek tursin, ma'lum beringni o'zim akitay. Bornesa, ben almanda başta düşerdi şu.
Shuna qilibka biz ketaylik. Ma ballının taza iş pişmaydigan turib. Lekin ukam daya menda shu siz o'makda ishlaydi ekansiz ku? Ha, o'mak deganga yangi naqshida kerak bo'lib turdi. Yeni naqshlar kerak, Sen Ömer yazıdı. Man demekçi tushungansiz? Tushundim. Abdurahmon. Mushu naqshinimi shu ustam undan ishlab, hatto o'makdikilarga ravrus to'liq chog'izib beribdi. Muzikantni hammani ishlatganlar qildi. Bizning o'makdiki bolalar chog'an, musiqa tirdik bolalar. Obdan. Sizdan bir narsa so'rsam qancha yoshga kirdingiz? Men bu yil 33 yoshga kirdim. 33 yosh degan toza ondan shu Yalnız sen deganga. qanday deysizlar? Endi bu echkangni qo'liga Mushunchalik ovozi bor turib, mushundaq tushib turib bir tonil cho'qim siz mush ekranda tonilib ketgandaysiz. Ketaylik. Bizni uyga berib, ozroq choy ichib, andan qolgan gaplarni deyishadi. Siz o'zingiz kanalingizda fikr kelgan ustozlar bor, endi biz shunda talishimiz. Chunki bunda qilsak qiziydi birinchidan, ikkinchidan sizning obro'yingiz bo'ldi. Mushu sahnaga chiqib, mushu naqshlarni aytib, e'tirof qilinishga erishishning o'zim bir natija siz uchun. Aslanlar gap qilinglar, bo'lmasa akitma. Men rost qizish uchun emas, men bunda akitma. Men akitma deb turyapman hozir. Endi men hozir o'ylayapman. Men agarda bu Abdurahmonjonga naqsh yazsam, eng keng ovozda, eng cho'ng naqsh yozishim kerak ekanda. Bu bir Tirishibman, o meni sinaydigan bir intam bo'g'dek. Qaysi birisiga yezib bo'lamiz sana beradimiz hozir. Shunda jiq naqsh yozdigan bo'lib ketdi endi. O'quvchilarning hammasiga yozdi. Yetishami degan bir masala bormi yerda? Cheniqibda shunday qilib teximmo. Albatta. Vallahi cheniqib qo'yuvchi biz o'makdiki ma'lum yozib ketdi yuraydi. Ay ezib ketgandan Küreş saldık onu. İyi küreş saldık. Abdurrahman'ın kallısına müstahta tügümen teşip pır pekratıdı. Bu da işte Erkan'dan mazallı şunun vakti var. kemer birinci feyzi deyme. Mush 4 nafar ustozning hammasi mening qalbimdagi bu Uyg'ur xalqining qalbidagi eng buyuk tövfikkarlar hisoblansa, hammalarni shunday hurmatlayman. Mush musobaqa qoidasi bo'yicha cho'qim bir nafar ustozni tanlash kerak ekan. Shunga men mening tanlashim bo'lsa, siz nimda baxtliga ko'timizni o'p qo'yib o'tardingiz. Mening tanlashim bo'lsa, To'xtab turing. Azman. mening tanlashim bo'lsa, mayli irodada ching turing, ha? mening tanlashim Bak no'jaqsizlar-chi? Hayotda o'ylamagan xislarga uchrab kelishimiz mumkin. Og'ayna, no'jaqshimamsa, Kuch-quvvat urg'ib turganda xislarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak noja? Xislarga jang e'lon qilib. Ammo Obida umidli kichimlik nimasi bo'ladi? Ay, nima deb biror tuta ortiq ilib olmagan. Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat ber. Obida energiya ichimligi. Taşkan energiya, ishonch va jasorat Obida energiya ichimligi. Ayça iso gaz qanda yemek bitirim. Sarf bo'laman, kavar jerman do'stlarim. Yana kutur gaz var, yaltız bilan limoni Harisam uyg'otildi to'yg'imizni Abidos Texasda. Qinib pishib olsam gaz qanda Abidos. Mant bo'lo yenida, bo'lmas Abidos. Temika vaqtini Abidosiz tetmas. Dasxonga yarashar yutagurgan Abidos. Abidos. Qinib pishib olsam gaz qanda Abidos. Abidos. Qinib pishib olsam bunday so'g'aq Abidos. Abidos yalpız limon alaydi ichimligi.
Saydo pomidor qiyami taomlaringizga ta'sirligisiz lazzat qo'shg'isi. Biz so'ydik, sizga sundik. Oilam yerlik o'quv go'stlari. Qon to'liqlashdagi eng yaxshi tanlash Forqat markali qon va quvvat. Quvvat to'liqlab sog'lom bo'lishdagi to'g'ri ko'rsatkich Forqat markali qon va quvvat. O'zingizga o'zing qo'shib sizni go'zal ruxsatga ega qiluvchi Forqat markali qon va quvvat. Mag'dur sizni ko'zingiz qorong'ulashsa, buning eng yaxshi chorasi Forqat markali qon va quvvat. Mehribon onalarga eng yaxshi sovg'a Forqat markali qon va quvvat. Men sog'lomlikqa ham haqiqiy go'zallikka intilgan xonim-qizlarimizga Forqatni tavsiya qilaman. Arg'inligingizni tugatib sizga huzur berishlaydigan esil tamni mujassamlagan Obida energiya ichimligi Mahirlarga qutuq tilaydi. Bu programmamizni Mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yurish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Ata-analar hizasını, balalar arzusunu kandırıp kilovatkan Şinjan Kamuran Halkara Soda Çek şirketi programımız bilen stratejilik hemkarlaşkan. Çay sağlamlaştırış, perviş kılı sahasında serkerlik rol oynavatkan Şinjan Serkerlik Halkara Soda Çek şirketi programımızga yakından yardımlaşkan. Halkın gelip halkı kaytırışını özüge mengülük nişan kılgan Şinjan Altın Güven Soda Çek şirketi samimi eskerttirdi. Programımız hazırlı başlanadı. Mening tanlashim Men tanlamaydim. Nurnisa Abbas xonim. Naqshi aytib yashaylik. To'g'ri. Naqshimiz bilan xushal, osoyishlik davrimizni kuylab o'taylik. Xalq ahongi mujassamlangan ijodiy kuyimiz ustozlarni qoyil qilib qolmay, hammamizga yoqdi. Nurnisa ustoz bilan bo'lgan hamkorliklarga qutlug' tilaymiz. Abdurahmon aka muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. O'tib ustozim biroqni o'rgatib qo'y. Men bu yaxshi tayyorlab kelgan, lekin Tifat ustozimda biroq o'ynab ketishni faqat o'ynamab ekanman. Lekin shunda bir xush bo'lib ketdim. 4 yil ustozning hammasini o'rgatdingiz. Aka sizning bundan keyingi o'sha bosqichlarda ishlaringiz ham yaxshi bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Mening ismim Rizoingul Davud, o'zim Pichan Naysdan keldim. Hozir xizmat o'rnim bo'lsa Pichan Kiroran Laqsuv teatrumiki. Mening bu qatim Yipak yo'li sadosi programmasiga qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, ustozlardan davomli ta'lim tarbiya ilib yetarsizdikni to'liqlab, yaxshi bir naqshchi bo'lish uchun Yipak yo'li sadosida qatnashdim. Men odatda xalq naqshlarni aytishni pek yaxshi ko'raman. Mening alohidligim shu xalq naqshini aytish. Men davomli boshqa uslubdagi naqshlarni ustozlarning tarbiyasida yaxshi aytish uchun, yaxshi o'rganish uchun bu programmaga keldim. Kim taşlar bir güne sen yaktırgan kişilersini Belkim taşlar bir güne sen yaktırgan kişilersini Lekin ko'nglim sen buni zinhar ig'ir olg'i Lekin ko'nglim sen buni zinhar
lekin bulur qarang'u sen borguncha uyingga o'z puling bilan chiroq yoqmoq bu orzuyum oylanar bir ko'prikka lekin ko'nglim sen buni zinhor ig'ir olg'in lekin ko'nglim sen buni zinhor ig'ir olg'in sen çalganda esil kuy o'rab olsa qishlasini sen çalganda esil kuy o'rab olsa qishlasini atrofingda lekin ko'nglim sen buni zinhor ig'ir olg'in lekin ko'nglim sen buni zinhor ig'ir olg'in zinhor ig'ir olg'in Assalamu alaikum, hürmetli ustozlar, tövende oturgan barlıq tamaşaçılar. Hammangizlarga o'tliq salom. Mening ismim Rizvangul Davud, o'zim Pichan nahiyyasidan keldim. Hozir Pichan nahiyalik Kiroran Naqsh teatrida naqsh kasb bo'yicha xizmat qilyapman. O'tgan yilmi, o'tgan qarodimi Pichandan bir ikki qizimiz kelgan. O'xshash bularning chiroyi, shunday chiroyli. Bir-biriga o'xshaydigan. Siz usuldimi ishladingizmi deyman? Yo'q, men yana bir Aynura degan. ikkinchi qarorliqda Kimning o'quvchisi ekanligini bir davitina. Nurnisa xonimniki tanlashi bilan men Nur gruppasi qabul qilingan. Nur sahnasiga qabul qilingan shu Nurnisa xonim meni 8 kishlik mahirlar qatoriga atmangan, menga nurg'un ta'lim tarbiyalarni bergan. Ustoz sizga ko'pdan ko'p rahmat. Sababindan shu vaqtda Musab 4 kishlik tanlaydigan vaqtda shu mening butun bir qaynas to'kilib ketib shu sababdan musobaqa qatnashamay qolib o'zligimdan voz kechgan. Shu Nur sahnasiga intan bir ko'ngilli bo'lgan Nur sahnasiga qabul qilingandan intayin mamnun bo'lgan edim shu vaqtda. Musobaqa qatnashamay ko'nglim intayin yerim bo'lgan. Keyin 3-chi qarorliq Ipak yo'l tizimlangan vaqtda shu san'atga bo'lgan o'tdek ishtiyoqim yana shu Ipak yo'l sadosi programmasiga bo'lgan o'tdek ishtiyoqim meni yana shu sahnaga olib keldi. Bir qadamda ilgirlab Sanobar Tursunning yeniga kelay deb qoldingiz. Oldin qatimliq musobaqada men Sanobar adamniki isimlarim ota-onam degan naqshini
Aynur dostum bilan aytib qolgandan keyin pichandan nurg'unlagan kishilarningki yaxshi ko'rishiga erishdim. Hatto shu yezlarga o'yin qo'yib borsaqmi boshqa naqshlarni aytsammi yana shu naqshni aytib turing deb qaytadan talab qildik. Kishilarning o'rni ko'nglida o'rin ololibdi. Men shunga bak xush bo'ldim bu qitimni yana. Sanavar adamniki ovozini bak yaxshi ko'raman. Ham naqshlarimi o'zim tushirga deb o'ylabmish naqshini akaga. Yaxshi qilibsiz bolam, yaxshi qilibsiz. Sizning to'zras shu bir yarnilib qatnashamay o'zingizni chekingan. Agarda shaldim ketgansiz, marketing tizimi oldimaydi. Shu. Nima? Shalanmada bu yordam sababidan yo'q qolgan. Naqshni yomon yaxshi aytdingiz shunda. Har ishda bir hikmat bor degan shu daga mana. Bu naqshni zal yaxshi qanday darajada yaxshi aytganligingizda mana igisi mayda o'tirdi. Seni bir o'z yozgan, o'z aytib, dam chiqargan el xalqning hammasini e'tirof qilayotgan naqshi bu. Bu naqshana nadir asar mana. Seni bir o'zingiz qizning shu naqshangizni aytqanlar bir babir bo'lmsiz. Men az qoldim o'rmay qolgani. Chunki bayatın men aşu naqshatgan inlarimizga, sing'illarimizga kengirek, ovoz doirasi kengirek naqshi tanlanglar deb shuni tavsiya qilyapman-da. Men ko'ngilga nasihatmi? Bir oktav alam 8 gradus. Endi boyaqi inlarimizdagi aytib 1-2 ovoz ortiqlar, ovoz doirasi shunchalik. Lekin naqshini haqiqatan tabiiyati chiroyli quraqlar eshib ketgan emas. Hissiyatınız bilan yaxshi o'rlab berdingiz. Endi muvaqqatimda men sizni bir yetaklab boqay degan o'yda o'rildim. Nima bu qiz o'zimi shu o'zining ovozidagi aralla turdi. Shunda chiroyli yumshoq naqshlarni, shundoq naqshlarni aytishga bob keladigan ovoz, lekin ma'lum tarbiyasi balkim doirasi kengayib qolishi mumkin. Kichik bo'lgan, yosh bo'lgandikin. Aldin qitim şu İpek Yolu Sadası programımızda ikinci kararda Senaver Tursun adımızı teklif qilib bergan sizlarga. Bu chog' siz kelolmay qolgandingiz. Mana bugun fursat bo'ldi. Aboyaq men dedim o'rlanmay qoldim. Senaver adab bak chiroyli ovozi deb degan men shu aqs shunday o'tladim. Ko'nglim tuyibdi. Rost gap desam sizning keldiganligingizni faqat o'ylamabdiman. Sizning 3-qarorli İpek Yolu Sadası programımızda qatnashganligingizni tabriklaymiz. Senaver hadimizga mana o'zingizlar tutildingiz. Dilshod akammi ba? Senaver Tursun bilan Dilshod radio ishkisini o'rtasida birini tanlaysiz. Shuning bilan ish tamomlashdi. Shu fursatni sizga berdik. Odil holda ikkimizni birini tanlang. Men meniki keling deyman. Senaver o'ziga keling deydi qarang. Sizni yaxshi naqshchi. Hammamiz bizning guruhga kirishgan deb umid qilamiz. Mening oxirgi tanlashim Kamran 360 gradus bu axla quvvat bo'lmaqi. Bak no'choqsizlar. Oyatda o'ylamagan xislar kuchab kelishingizmi? Og'ina, no'choqsizmamsa, kuch-quvvat urg'ib turganda xiristlarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak noja? Xiristlarga jang e'lon qilib. Ammo obida energiya ichimligi tugimisi bo'ladi. Ay, nimada biror tuta ortiq kelibammiqa? Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat ber. Obida energiya ichimligi. Güzel.
pişirip korklarını kısaydı. Terinizni tegidin süzüldürüp nurluk kılıdı. Gül yığının hidi sizin ruhinizni kötürüp jalp kılıdı. Tabii işlengen çin nuri öğürlerinin çil-çili ərsiydi. Ulug'jat Örkeş Yo'ng TV cheklik mas'uliyat şirkati 1996 yil qurilgan bo'lib, 200 nafarga yaqin ishchi xizmatchiga ega maxsus to'yga fermasi. Xalqaro ilg'or mashina uskunlar, inchik ishlab chiqarish liniyasi orqali to'yga pishiqlab ishlash, ilmiy to'qimachilik, kiyim-kechak qatorliq cho'ng turlarni mustaqil ishlab, ichkir o'lkalar va chet ellarda zo'r olqish va keng bozorga erishgan muntazam korxonadir. Yeni sanoatimizdagi zo'r namoyanda Örkesh Yo'ng TV şirkati hammamizni yep-yangi bir sanoat va sog'lomlik hayoliga boshlaymiz. To'yga mahsulotlari bilan sog'lomligimizni qo'llaydi. Örkesh Hargınlıkınızda tüyütüp sizge huzur berişlaydigan, isim temni mücessemligen abide energiya içimdeki Mahirlarga kutuk tilaydı. Bu programımızda mekri muhabbetini özüge mizan kılan, mekri yürüşlük yürüş buyumları şirketi alaydı talep kılan. Ata-analar hizasını, balalar arzusunu kandırıp kilovatkan Şinjan Kamuran Halkara Soğudu Çekti şirketi programımız bilen stratejilik hemkarlaşkan. Çay sağlamlaştırış, herbiş kılı sahasında serkerlik rol oynavatkan Şinjan Serkerlik Halkara Soğudu Çekti şirketi programımızda yakından yardımlaşkan. Halkın ilip halkı kaydırışını özüge mengülük nişan kılgan Şinjan Altın Güver Soğudu Çekti şirketi samimi asker kıldı. Programımız hazırlı başlanadı. Mening oxirgi tanlashim Dilshod Raidni efendim. Ko'ngil beg'idan taskin izdiguvchi uchun ko'ngilga nasihat eng zo'r tasallidir. Hayot hikmatlaridan javob izlaymiz-yu, javobsiz qolgan savollarimizning javobini ko'ngil xonimizda jimjit o'tirib topa olishimiz mumkin. Ko'ngillarga yoqqan kuylarning o'rinliq o'tsa, albatta ko'ngil bo'stonimizga mehmondir. Eng go'zal tilaklarimiz ham mehmonimizga hadiyadir. Assalomu alaykum, ekran oldidagi ko'rgan qarindoshlar, yaxshimisizlar? Yakan diyardan kelgan Abdul Mahatni sizlarga o'tib salam. Men kichigimdan naqshi muzikaga shunday erisman. Mushu qizg'inligim bilan ota-onamniki va aka-ukalarımning qo'llashi orqasida Shinjong Pedagog universitetining muzika institutiga, muzika markaziga qabul qilindim. Mening naqshi uslubim bo'lsa, mayli klassik ahanglarimiz 13 muqam bo'lsin, xalq naqshlari bo'lsin, ambad uslublik naqshlar bo'lsin, har qaysi jihatdan o'zim yoqtirib aytaman, ham yoqtirib anglayman. Bu seni kelishdagi maqsadim uyning kasblarimning natijasini xalqimga sunay deb seni keldim.
Assalamu alaikum, ustoz va naq maydonni ko'rgan qatnashlar. Shunaqla ekran oldidagi ko'rgan qatnashlar. Yakan diyardan kelgan Abdulmahattin amolarga oliy ehtirom va o'tib salom. Bekrak kuchaytdingizmi yo o'zingizning hissiyotida? Ovozim sarchashba. Sarchashbami? Odatda aytganda unda bo'lmaydigan bu g'iti. Yo'q, yo'q. O'rnimi yuqoriga bu ovoznoma. O'ylam aytgan ba'zi ishlar yuz berib qoladi-ki. Siz burun ma'lumlaringizdan dars olganmi o'sha naqsh bo'yicha? Dars olgan. Qaysi? Шинжан Шинжан pedagogik universitetida. Ha. Muzika ma'rifi. Ovoz bo'yicha tarbiyalanib oqqan, ha? Ha. Endi yakan diyardan kelgan bu inimni ovozini men yoqtirgandim. Ham ehtiyot bilan siliq hissiyotda olgan joylarga hali undan fantaziyasi yetadigan bir naqshga. Biroq bu mushtaq bo'ldi. Biz sizni bo'sh qo'ymaymiz. Shaxsan men sizning bu naqsh ekish uslubingiz, o'rganayotganingiz menga yaqin keldi ekan. Biz yana bir tayyorlik qilaylik, bo'lamdikmi? Bo'ldi. Siz agar xohlasangiz meni izdang. Ashu degandek farqni e'lon Aşı naqshangizdek hozir. Ha. Yo'q, mana shu hammasining 3-misrasidami qaytlashda shu bir farq. Ha. Tasadduq bu canım sen üçün daim. Muşu farqni menimcha bu bunda farq naqshining sifatiga ta'sir etadi uka. Shuni siz o'zingizning ovozingiz bilan boshqadan yana o'ylab to'g'risini cho'qim topa olasiz. Men bu azroq bir narsa sezdim. Shu qarab, ovozing bak yo'q. Avjigim shunday yaxshi chiqdi. Dashli naqsh boshlangan chog'da faqat tartibdi shu. Yuqori shunday yo'riq chiqqan bilan tuvan faqat tartibdi. Nima deyotganingiz aniq. Charchash bor. Anadan keyin naqsh yetishda keyin mi harfi kelgan chog'da diqqat qil. Daim men yıkıldım. Men şahsi fikrim bu. Daim. Sen nurgun ya da dersli başlanınca nakşınayı mi erkeğe gelmişse muhit olsa. Bu inik çıkmaydı avazı. Daim yoruk çıkışarak avazı. Biri nakşı tepmedi içki mi digenin peki mi tutu aldı avazı. Evcik içinde yoruk çıkan bile aldığı
başlangıç kısmı tarafı gonga ova tutup çıkan şu. Şu biz açıp oylap kaldık. Ha, başka yani şu. Bu şu kendi bir yer fikirde çok uç tavsiye mu? Hop hop. Sen bir minut. Biz onu iradeni bir bildir bakalım. Ben kichigimdan shu san'at musiqa kasbiga shunday ishtiyoqim bor. Kichigimdan shu naqsh etib aqlim kelsam, uydagilarman shu. Hamma uydagilar bak qo'laydi. Ham mush kasbni qo'ldim, o'zimning orzuyim bo'yicha, uydagilarni qo'llash bo'yicha. Men yana davomli terishma, kim joylar bo'lsa, sizlar nurg'un yaxshi takliflar darslarga ko'pchilik rahmatim. Yani davomli kim joylar bo'lsa, terishma sizlarni qo'ldan beraman. Vatan qasidasi, yurt sevgisi, har bir yurak egisining unsiz sadosi. Vatan sevmek, har bir vatan farzandining fazilati ham iftixori. Qalbida vatan sevgisi yilinjab turgan Abdukim Ahad, garchi ko'nglidagi natijaga yetolmagan bo'lsa-mu, qalbidagi vatan hislarini to'xtamay navo qildiganligiga ishonamiz. Sizni sahnimizda yana ko'rishni istaymiz, Abdukim Ahad. Programda saatlerinde bir Şincan abiler yönlendirdiği terefecek sırtı, mahirlerimizle ahmet dileydi. Bu programımızı Şincan Büyük'ün berdamçılığı alaylı talep kılan. Bu programımız bilen Şincan Kavram Halkara Sodişek şirketi stratejilik hemkarlaşkan. Bu programımızla Şincan Serker'de Halkara Sodişek şirketi yakında yardımlaşkan. Bu programımız bilen Şincan Altın Güher Sodişek şirketi alaylı hemkarlaşkan. Elbette 3. kararlıq İpek Yolu Sadası programımızda Birinci dereceye erişken mahirlerimiz katta boğan mükaffatlar bilen mükafatlandıgan bulduk. Birinci dereceye erişken mahirimizi kamera yürüyüşlük aksıl kalkını, kamran aksıllık kaymak çayları, kuvvetler kuvvet burnuqı, kuvvetler zaksı katarlık, süsmetlik mesulatlar bilen halkımızın kızgın altışığı erişkin bakkan Şincan Kamera Halkara Sodişek çifti 120 milyon kıymetli o yolda markalık aklım olduğu bilen tartıklaydı. İkinci dereceye erişken mahirimiz olsa, çay sağlamlaştırış, terviş kılı sahasında dadıllık bilen izlenip, Serker'de markalık yürüyüşlük mesulatlarını işlem çıkarvatkan Şincan Serker'de Halkara Sodişek şirketi 100 milyon kıymetli Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. Üçüncü dereceye erişken mahirimiz olsa, diyarımız yatırımcılık sahasında aklı iktidarlık yankınlarını bazak sıydırvatkan başlamcı karhana Şincan Kutlan Halkara Sodişek şirketi Kutlan yankıncılığı 80 milyon kıymetli Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. Dördüncü dereceye erişken mahirimiz olsa, Sefiye, Necva, Almaslar Katarlık yürüyüşlük mesulatlarını bazak sağın, şundakla halkımızın kızgın alkışları erişkili vatkan Şincan Sefiye Halkara Sodişek şirketi 60 milyon kıymetli Assalamu alaikum. Ben Qashqar viloyatining Qo'sqon mayisidan keldim. İsmim Tursunay Musa. Özüm xalq san'atkori, yaxshi ko'radigan naqshlarim. Milliy uslubdagi naqshlar, shundaqla ommabop uslubdagi naqshlarni ham o'zim yaxshi ko'raman, shundaqla yaxshi ko'rib aytaman. İpek Yolu Sadasi qatnashishimdagi maqsadim, men bu programmaga chin ko'nglimni qoyilgan. Shundaqla shu o'zimningki kasbimni ustozlarimdan yaxshi taklif fikrlarni anglab, o'zimdagi bor kamchiliklarni ko'rib olish maqsadida keldim.
Assalamu alaikum barliq ustozlar. Assalamu alaikum tomoshabinlar. Men Qashqar viloyatining Poskan Naysdan keldim. Ismim Tursunay Musa. Tursunay siz san'at o'makdimi? Yo'q, ma'lum, men xalq artisti. Siz naqshiga turaqlagana aytib ekansiz, bek chiroyli agitmalarni, dega oshirib chiroyli qilyapti. Shundaq chiroyli aytib berdingiz. Ovozingiz yetmay qolgan yer o sizniki samanlik emas. Duta tambir satanish raydi chalimiz deb igiz sizning o'rningizdan igizroq kelib qopti. Rahmat, ma'lum. Bek yaxshi o'ralab berdingiz. Bu kasbda o'qigan emas. Men o'zim qiziqib oila tarbiyasidan, dadamning, akamning tarbiyasidan bugun kunga erishdim. Men ustoz ko'rib boqmagan. Rahmat. Hayat qismatlar bilan rangdorlik birkengan. Tursunay naqsi bilan rangdor hayotni olmaga o'xshatyapti. Sanobar ustozmo mohirimiz vujudidagi o'zgachilikni bayqadi. Ustozning yetaklishida saknimizda rangdor navolar yangrog'isi. Assalomu alaykum. Men Anjir makoni Atish diyoridan kelgan Ablajon Abdurashid bo'laman. Mening qiziqishim bo'lsa, naqsh muzika anglash, muzika chelish, yoqtirib anglaydigan naqsham, ommabop usuldagi naqsha, xalq naqsha. Men bundan burun boshqa musobaqalarga qatnashgan. Shunda bo'lsa-mu yana shu Ipak yo'li xush ovozlar saynasi programmasini 3 yildan yoqtirib ko'raman o'zimni. Bu yerga chiqishlik maqsadim bo'lsa, o'zimning ortiqchiligini joriy qildirib, kamchiligimni bo'lsa, ustozlardan ta'lim tarbiya olib ketish maqsadida keldim. Çap açtı ana yurtum yatay bağrı Bulak gözlük ana yüzlük Dili appak
sizi kayma dili appa Süyey emgek yarımni Aslam yurtum yana gördüm seni Çin yürekten yap itip yürüdüm seni Ey güzel yurtum yana gördüm seni Neçe vaktin yap itip yürüdüm seni Asrığın terdir koyunladın beni Bütün eysen diye kolumda al beni Asrığın terdir koyunladın beni Bütün eysen diye kolumda al beni Es-salam yurtum sen aziz mekan Kalbimde sen için yandı bu gülhan Ey güzel yurtum sen aziz mekan Kalbimde sen için yandı bu gülhan Bir zaman panaç bulup yakkandı ben başım sınap Unutma değil halkım beni dostlar beni Bir zaman panaç bulup yakkandı ben başım sınap Unutma değil halkım beni dostlar beni Yandıray ecrim müştanım bilen Bir ömür nakşam bilen küyler seni Yandıray ecrim müştanım bilen Bir ömür nakşam bilen küyler seni Es-salam yurtum sen aziz makan Kalbimde sen için yandı bu gülhan Ey güzel yurtum sen aziz makan Kalbimde sen için yandı bu gülhan Kalbimde sen için yandı bu gülhan Yandı bu gülhan Assalomu alaykum to'rt ustoz. Assalomu alaykum naq maydondagi barliq aziz tomoshabinlar va televizor ekran oldidagi ko'rmanlar. Hammangizlarga ochiq diyardan kelgan Ablajon Abdurishidin o'tliq salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Ablajon o'zi atish shardimmi? Atish Azaq yezdim. Azaq yezdini? Ha, Azaq yezdi. Ablajon, sizningki ovoz tusingiz Emin Niyaz akamizningki ovoziga bak o'xshaydi ekan. Shundan o'xshamdi deyman. Lekin yakanlikniki desam, og'liq chiqib qoldingiz. Azaqliq, azaq. Siz ders olganmidingiz birasidan, bir ma'lumdan? Dars olganman. Emin Niyaz akamizning ovoziga bak o'xshaydi ekan. Siz yaxshi ko'ramsiz-ya? Asosan Emin Niyaz akamning naqsini ko'proq anglab o'qiyman. Shunga o'xshab qoldi uning ustiga. Shunday chiroyli aytdingiz bu naqshiniki yuqurimi xeyli barcha, xeyli bir kuch bo'lmasa, Abdulla akam degandek quvvatli bo'lmasa ovozchi ayaga chiqib olmaydi. Shunga sizning naqshingizni yoqtirdim. Siz uchun kunib bosdim. Rahmat ma'lum. Eminjon ustozning naqshisini o'rganib yaxshi qilibsiz. U odamning ovozi shunday yuqori. Sizning shundaqki,
Odatda gap qilgandagi ovozingizning o'rnimi yuqori chiqyotidi. Undan boshqa naqshlarni aytib baqdingizmi? Undan boshqa naqshlarni aytma. Masalan, odat qanday naqshlarni yaxshi ko'rasiz? Xalq naqshlarini yaxshi qo'yma. Masalan, qaysi xalq naqshlarini? Atish xalq naqshlari. Albatta shunday bo'ldi-da. Mayli Nur sahnasida bo'lsin, mayli Abdulla sahnasida bo'lsin, siz mangadigan bo'ldingiz. Anda o'z shunday qilaylik. Eng oxirgi tanlashingizni ayting. Mening eng oxirgi tanlashim Sahnada Uyg'ur ommabop naqshchiligining sarkardasi Abdulla Abdurayim. Sarkarda? Sarkarda? Shundoq. Sarkarda kundalik turmushimda, safarda, hatto sahnadami sarkarda yurishliklari menga hamroh. Sarkarda yurishliklari bizga hamroh. Sarkarda yurishliklari bizga hamroh. Sarkarda yurishliklari hammamizga hamroh. Sarkarda. Taşqan energiya, ishonch va jasorat obida energiya ichimligi. G'uncha. Yoshlik gulining simvoli. G'uncha. Oziqliq va sovuq qangandilar go'zallik jilvilanib. G'uncha. G'unchaning go'zalligidan hurlamiz. G'uncha, men xush yurishligi. G'uncha. Kamera kesipangni yeydu hanna buvaqlar. Kamram bulmaqi yiyga quvvat tapak umaklar. Umaklar, umaklar, umak yeydu umaklar. Umaklar, umaklar, kamran yeydu umaklar. Kamran 360 gradus buaqla quvvat bulmaqi. Bu programmamizni Mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehr yurishlik yurish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Mening eng oxirgi tanlashim Abdulla Ustaz. Atish diyaridan yurtiga muhabbatlik salomı bilan kelgan Abdullajon Abdurishidning yangroq ovoziga deb kelmoqchi. Kuyingizda namoyon bo'layotgan yurt muhabbati ustozlar namoyon qildi. Abdulla guruhida nurli yulduz bo'lib chaqnishingizni umid qilamiz. Abdullajon muborak bo'lsin. Rahmat. Sizlarcha bugungi ifodam qanday bo'ldi deb o'ylaysiz? Bugungi ifodam intayin yaxshi bo'ldi. Nim bo'lsa Abdulla ustozga o'quvchi bo'lib kirdim. Demak, unda qolsa, bugungi shu o'zingizning dastlabda orzu qilgan o'qituvchingiz shu Abdulla ustozmi? Abdulla ustoz. Unda qolsa, ko'nglingizdagi shu ustozning ko'nglimdagi ustozga erishdim. Unda qolsa, endi keyingi bosqichdagi ishlarimizni texnik yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Rahmat, rahmat sizga. Shake
pushadiman shahla ko'zimni bir ko'rgandin bilib boqadim boshqacha inson do'stlar nima sabab nima bo'ldi undab so'rab bo'lib hayron mungasam deyman sen bilan boshqa faqat sevgim yo'q so'on oh yeah sanki mundagi so'zlar mojon bo'lib ezildi ichimga to'q bugun hayratga kelib so'zlar bo'ldi alg'in jarim ko'ngil qo'yib Let me see you shake, let me see you move. Love it 'cause you're my boo. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Hammalarga Ablajon Avud Oyibdan eng oliy ehtirom. Ovozinglar bormi hey? Ovozinglar bormi hey? Oh. Ovozinglar bor. Oh. Sevimli ustozlar ko'p rahmat. Men bugun mishaga tuyuqsiz kelib qoldim. Hurmatli ustozimizga eng oliy ehtiromimni bildiraman. Sababsizlar, sababni so'roqsizlar yugurib chiqib qoldim. Va bugun mishaga chiqishimdikimdi. Sabablarimni bir necha xilla. Oldi bilan bizning xalqimizning o'sha ma'naviy ehtiyojini chiqish qilib, biz uchun rangdor, g'oyat yaxshi ko'radigan, hamma so'yadigan mana shunday isl bir san'at sahnasini biz uchun ta'min etayotgan, ishlayotgan Ipak yo'li sadosi programmasining oldi keyindagi barliq ishchi xizmatchilarga eng oliy ehtiromni bildirish bilan birga. Shundaqlar. Shundaqla men bu programmaning nihoyat yaxshi ko'rmani. Shundaq bo'lish sifatida bilan men bugun shu programmaga kelib, ko'pchilik bilan birlikda mana shu xushallikdan birlikda bahr olay deb tafsil bilan bu sanaga yetib keldim. Bu yerda Rahmat. Andan yana bir kelishimdagi yana bir sabab bo'lsa, bizning Ipak yo'li sadosi programmamizdagi oldingi ustozlarimiz va hozirgi ustozlarimiz men qatorliq barcha Uyg'ur yigit qizlarining kichkidan boshlab naqshlardan so'yib anglab bizning borliqimizga nihoyat go'zal, yoshligimizga nihoyat go'zal bo'lgan, jushqun bo'lgan, unutilg'isiz vaqtlarni ato qilgan so'nggi ustozlarimiz bo'ldi. Ham yana butun umrini, butun yoshligini va hozircha bo'lgan zehnini barcha mehr-muhabbatini mush san'at ishlari uchun bag'ishlab o'tdi. Endi bu yerda mana bu ustozimiz yana harmasdan hozir bo'lsa o'zining vaqtning ishini vaqt chiqarib bizning hozir zamon yigit qizlarimiz uchun o'zining vaqtini sarf qilib ularning san'at yo'liga yaxshi bo'lgan tarbiyalarni va mahoratlarni yetiltirishga yordam qilib bolalarimiz uchun, yoshlarimiz uchun, yigit qizlarimiz uchun o'zining eng oliy xizmatini qilyotdi. Shuning uchun bizning sevimli ustozimizga barcha el jamoat nomidan salomimni yo'llayman. Jabo chekdona. Ablajon yomon chiroyli so'zlab berdi. Bu inimning Ipak yo'li sadosi xush ovozlar sahnasiga kelib, bugun bizni tong qoldig'ini men o'shunda Ablajonga o'xshashgan bir bola chiqqan o'xshaydi deb ovozini tadqiq qilib o'tirsam, singlim nihoyatda qiziq bir ishdan borlig'ini oshkor qilib qo'ydi. Rahmat. Musha kelganning o'zi Abay o'zi sabablarini tushundirdi. Bizning ma'vu bo'layotgan xizmatlarimizga bildirgan o'zining hurmati, izzati, qo'llashi, quvvatlashi. Buning uchun biz Ablajonga ko'p rahmat aytamiz. Biz hammamiz musha sohada ishlayotimiz. Birimiz
bir bo'lak xizmatni, yana birimiz bir bo'lak xizmatni, yana birimiz yana bir bo'lak xizmatni. Shuning ichida Ablajonning mas'ul bo'lib ishlayotgan bir bo'lak xizmatlar bor. Bu ham bizning naqsh musiqa sohasida kam bo'lsa bo'lmaydigan bir bo'shliqda mush yigit tirmishib bu inim mush xizmatini noldan boshlaganda men ustida bor. Nayta qisqa bir mezgil ichida shunchalik tirishchilik ko'rsatdiki, oxiri bizning farzandlarimiz sog'lom, mazmuni nayta yaxshi bo'lgan, andin yangi bir bosqichga ko'tarilgan bolalar naqshlari, o'smirlar naqshlaridan huzur oldi. Uni bizmi yaxshi ko'rdik. Mana hozir Ablajonning yeshi asta-asta cho'ng'ilishga erishib, bizga yana yurtim deganga o'xshash isil kuylarni taqdim qildi. Uni anglab turyapmiz, juma. Rahmat ustoz, ko'p rahmat. Ko'plab ta'lim tarbiya bergansiz. Yuksalish bo'layotdi. Bu yangilikni biz qo'llaymiz, quvvatlaymiz. Ham Ablajonning o'z navbatida o'ziga izbosar yetishtirishini, tarbiyalashini umid qilamiz, xizmatlarga utuq tilaymiz. Biz Ablajonga omroq. Ablajon! Ko'p rahmat. Abdulla akam ko'p rahmat Abdulla ustozga. Bugun Abdulla akamning og'zidan, Abdulla akamning eg'izidan Ablajon degan shu nomni majishqun bo'lgan shu nomni olganimdan men hozir yeshim cho'ng'otdi haqiqatan, lekin mening yeshimni qaytadan men kichiklab ketdim. Bu nayt zo'r madad bo'ldi. Ko'p rahmat ustoz. Xo'p, rahmat. Sizga xush bo'ldik. Rahmat. Rahmat. Ustoz Achabajekdan sizlarga. Sizlar bilan kelishim faqat o'ylamabman. Anlab, Ablajonni bir chiqdi, gruppamga akirib, o'sha Ablajonni tanlab, bir tatmasam desam sen kelsa. Yaxshi bayat Ablajonni yaxshi tafsil farq berdi, siz qildi. Sen sening naqshangsiz sünnet to'y, xatm to'ylar qizima sünnet to'y, xatm to'ylar. Ne qo'ysak, shu sening naqshang bir soat vaqtni oladi. Bizang bo'lsang tek yaxshi, bo'lmasang seni do'rab chiqmoqlar ne bilmaysiz. Ablajonga bag'as seni ishim cho'ng'adi deb. Sening yana bir o'tgancha yana bir musafang va boshlagan. Men o'ylayman, shu Ablajon Ayub inimiz bugungi shu Ipak yo'li sadasi xush ovozlar saynasimiş programmaga kelganligidan men shaxsan intayin xursand bo'ldim. Chunki Ipak yo'li sadasi programmasidagi rejissyorlar guruhi mushundaq o'rinlashtirib sizlarni taklif qilgachqa bir şey keldinglar birinchidan. Ikkinchidan mushu programmani qilyotdi. Birinchi qaror, ikkinchi qaror, uchinchi qaror qilyotdi. Mushu hada akalarimizga bir madad beraylik deb shunchalik vaqtinglarning ichidan vaqt chiqarib mishakilib bizga madad berganinglarga ko'p rahmat aytaman. Ablajon Ayub. Ablajon. Ko'p rahmat. Hammamiz bir olqish beraylik Ablajon. Xizmatlar utuqliq bo'lsin. Ijodlaringlar gul bo'lsin. Rahmat ustozlar. Sizga taqimo omadlar yor bo'lsin. Rahmat ada, rahmat. Ustozlarimizning men uchun aytgan har bir so'zlariga menga yo'l ko'rsatgan ashu har bir o'gitlarga ko'p rahmat. Sizlarga ham tashakkurimni bildiraman. Japajekdanlar ishlaringlarning utuqliq bo'lishini, xizmatlaringlarning ko'ngilli bo'lishini umid qilamiz. Biz ham sizlarni cheksiz sevamiz. Ko'p rahmat. Sizga ko'p tashakkur Ablajon. Bugun safdoshlaringiz bilan sahnimizdan gul keltiryapmiz. Bugun biz shodlik to'ldik. Bugun hayajonli minutlarga shohid bo'ldik. Bundan keyin o'z xosligingiz bilan o'rinlagan kuylaringiz orqali sahnimizda chaqnab turg'aysiz. Programımız tacidarlığı Şincan abiler yönetmeni Terakacak Şirkti, mahiyetlerimizde ahmet dileydi. Bu programımızın Şincan bütün berdamçılığı alaylı talep kılan. Bu programımız bilen Şincan Kamra Halkara Sodicek Şirkti stratejilik hemkarlaşkan. Bu programımızda Şincan Serker'de Halkara Sodicek Şirkti yakını yardımlaşkan. Bu programımız bilen Şincan Altın Güher Sodicek Şirkti alaylı hemkarlaşkan. Elbette 3. kararlılık İpek Yolu Sadası programımızda birlikte
4-cü dərəcəyə erişən mahirlərimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-ci dərəcəyə erişən mahirimizni kamera yurishlik aqsim xalqini, kamran aqsimlik qaymoq choylari, quvvatlar quvvat bo'lmaqi, quvvatlar zaksik qatorliq sifatli mahsulotlar bilan xalqimizning qizg'in olqishiga erishayotgan Şinjan kamera xalqaro savdo chekishdi. 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. İkinci dərəcəyə erişən mahirimiz bo'lsa, kaş sağlamlaşdırış, tərbiş qilish sohasida dadillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarni ishlab chiqarayotgan Şinjan Sarkarda xalqaro savdo chekish shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. Üçüncü dərəcəyə erişən mahirimiz bo'lsa, diyorimiz yanfonchilik sohasida aqli iqtidorli yanfonlarni bozor siylayotgan boshlamchi korxona Şinjan Qutlan xalqaro savdo chekish shirkati Qutlan yanfonchiligi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. 4-cü dərəcəyə erişən mahirimiz bo'lsa, Safiya, Najva, Almastoy qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozor sog'in, shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishayotgan Şinjan Safiya xalqaro savdo chekish shirkati 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. Assalomu alaykum ko'rganlar. Mening ismim bo'lsa Murod G'ani, Turpan diyordan keldim. Qiziqishim bo'lsa, naqsh etish, muqam etish, milliy muzikalarni chalish. Ipak yo'liga kelishga maqsadim o'zimning bo'lgan ortiqchiligini joriy qildirib, shu xalqqa o'zimning bir naqshini hadiya qilish. Mening orzuyim bo'lsa, shu ustozlarning qaysi bo'lsin, ustozning yaxshi ta'lim tarbiyasini o'zimga singdirib, yaxshi naqshchi bo'lishga tirishaman. Yarattığın dünya Çöngülgen o ziyat rahatın dünya Bu güzel hayat ne Yarattığın dünya Çöngülgen o ziyat rahatın dünya Coşkurdi tumurda ümmetleri Biz gül menzilge qaratın dünya Ay kim bitekte yapalayken Rezille bağrını köydürdüm dünya Ay kim bitekte yapalayken Rezille bağrını köydürdüm dünya Muhabbet yamredi cimmi iqlimda İnsanni insanga suydirdim dünya
Acizlar boyni ısmaydı endi Kalbini kuvvetke tuldurdun dünya Ey güzel dünya Acizlar boyni kısmaydı endi Kalbini kuvvetle doldurdu dünya İnsanın kadrini tunutup ama Gülmegen dılani güldürdü dünya İnsanın kadrini tunutup ama Gülmegen dılani güldürdü dünya Gülmegen dılani köydürdüm dünya Köydürdüm dünya Assalomu alaykum, to'rt ustoz, tomoshabinlar, ekran oldidagi ko'rurmanlar. Turpandan diyordan kelgan Murodjon G'aliyevdan sizlarga o'ttiq salom, oliy ehtirom. Hozir Shinjon san'at institutining muqam o'rindash kasbida o'qiyapman, 2-yillikda o'quvchi. Bu naqshni sizdan burun nurg'un ustozlar aytgan, sizning savodoshlaringizmi aytgan. Hammasning ovoz yo'riqdi. Xuddi mushi egizlikni aytib, Aşı avjiga chiqqanda odamga ajoyib egiz tog'ning ustida turib aytayotgandek bir tuyg'uni beradi. Chunki ularning ovozi yo'q. Yangroq. Sizning ovozingiz yo'q, yangroq emas. Lekin shu egizlikni aytdingiz. Siliq aytdingiz. Bumi yaxshi bo'ldi. Qolgan gapni keyin deyishaylik. Keling. Acizlar boyni Mübarek bo'lsin Murodjon Payvi. Güzel Dünya temisidagi naqshingiz orqali Abdullah ustozning sarxillari qatoriga o'tdingiz. Ustozning tarbiyalashida keyingi bosqichlarda yanada zo'r natijalarni qo'lga keltirishingizga tilakdoshmiz. Hey, bak nojo'xshimatsa? Hayotda o'ylamagan xislarga uchrab kelishingizni. Og'ingga nojo'xshmamsa, Kuch-quvvat urg'ib turganda xislarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak noja? Xislarga jang e'lon qilib. Ammo Obida energiya ichimligi tugamasi bo'ladi. Hay, nimada biror tuta ortiq kelibammiga? Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat. Obida energiya ichimligi. yolpizlarni ichsam haq nimda qala? Ichsam haq nimda qala? Ikkinisi aralashtirilgan iroda yolpoz limon ichsam haq nimda qala? Yuraklarga yoqadigan salqinlik iroda yolpoz limon alaylik ichimlik. İrade yalpoz limon içse hiç kim hiç nimede qolmaydi. İrade yalpoz limon alaydi ichimligi. Sarliq chumpardiga o'ralgan bu kang ziminda almisoqdan qora bug'ra izi o'shgan emas. Mana bu cheksiz ketgan qum barxanlari ichidan bosh ko'targan shahonanom quyosh qora bug'ra iziga parlaq nurini chashqanda uzun aslimalarning yumron notini qaytadan bosh ko'tarishga boshladi. Ajdoddan avlodga nomi o'shilgan har qadamda izi chaqnagan qora bug'ra bu shahoni yurtda go'zallikning shohidi sifatida namoyon bo'ldi. Qora bug'ra oyoqlari ayollarning go'zalligi sog'lomlikdan boshlanadi. Özümüz, ailemiz, urug' tuqqanlarimiz, do'st birodarlarimiz, shundaqla o'zimiz yaxshi ko'rgan kasbimiz uchun har vaqt o'zimizga ko'ngil bo'lishimiz lozim. Men badan go'zalligimni saqlashda izchil yo'samsaq ichimligidan ayrilmayman. Haddidan ziyod charchab ketgan vaqtimda bo'lsa, men izchil nilupak ichimligini ichaman. O'zimni asrashdaman, izchil anor ichimligini yenimdan ayirmayman. Sizni sinab boqamsiz? Sog'lomlikni boylik deb bil, shu boylikqa boshlig'ay izchil.
Apa aytoqaş pişiriqlarını özünüz pişirdinizmi? Voy kızım, neredikini? Benim bu yiyişimde çok, yiyişimden bilemem. Pişirişini bilmeyemem. Bunların hemmisini çok. Nefise pişir. Nefise? Ha, Nefise. Nefise aytoqaş pişiriqlarının təmi. Anamla pişağım digili oxşaşlı təmli qoxdu. Mehmanlarınızdan hürmeti, Nefise her xil aytoqaş pişiriqleri. Bu programımızda Mekir muhabbetini özüge mizan kılan Mekir yürüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaylı talep kılan.